Hürmetlik Şərq Türkistanlıq qərindaşlar. Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramısını görüşünüzü qızğın qarşı alırıq. Алдыңғы xəbərlərimizdə biz Şərq Türkistan sürgündü hökuməti və Şərq Türkistan Milli Oyğuniş Təşkilatının Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatıga iltimas sunub, Şərq Türkistanның müstəmləkədən qutulub, müstəqillikni qayta qolğa keltirishni tələb qılğanlığını, Amerikadakı dаңlıq NTD televiziyasının Şərq Türkistan sürgündü hökumətinin Tashqi ishlar və bexatarlik ministri, Şərq Türkistan Milli Oyğuniş Təşkilatının qurğuchisi Salih Xudoyor bilan əməliyyləşdirgan naq maydon ziyoratini anglatgan edik. Şərq Türkistan sürgündü hökuməti və Şərq Türkistan Milli Oyğuniş Təşkilatının bu hərəkəti mətbuatlarni zilziləyə saldı. Milli mətbuat, yəni Nation Press xəbər torining 6 may günidəki xəbərdə mundaq deyildi. Şərq Türkistan sürgündü hökuməti Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatıga Xitoyni mustamlakachi kuch deb bekitish haqida rasmiy iltimos sundi. Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı tarixida tunji qatam bir sürgündü hökumət Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatının mustamlakachilikni oxirlashtirish komitetiga rasmiy iltimos sunub, Xitoyni mustamlakachi kuch deb bekitishni talab qildi. Şərq Türkistan sürgündü hökuməti sungan 25 betlik bu iltimos ilgari 80dan ortiq dövlətning mustaqil bo'lishiga yo'l ochgan mustamlakachilikka xotim berish ramkasiga asoslangan. Bu hərəkət yana Xitoyning Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı Xavfsizlik Kengashidagi doimiy a'zolik salohiyatiga bevosita jang e'lon qilish hisoblanadi ekan. Şərq Türkistan sürgündü hökuməti Şərq Türkistan Milli Oyğuniş Təşkilatı 6 may seyşembe günü sunğan bu iltimosda Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı Umumiy Kengashining Xitoyni Şərq Türkistandagi ishg'oliyatchi kuch deb bekitishi talab qilingan. Shundaqla atalmish Şinjan Uyg'ur Avtonom rayoni deb atiladigan bu zaminni Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı ramkasi bo'yicha o'zini o'zi idora qilish huquqi tortib olingan zamin tizimligiga kirgizish talab qilingan. Şərq Türkistan sürgündü hökumətinin Cumhur Rəisi Doktor Məmtəmin Əla bu haqda toxtalıb, 80dan ortiq dövlət mustamlakachilikka xotim berish ramkasi orqali mustaqillikqa erishdi. Bugun Şərq Türkistan xalqi Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatıdan dal shu huquqni talab qilyotidi dedi. İltimosda Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz va boshqa Şərq Türkistandagi turkiy xalqlarga qartilgan irqiy qirg'inchilikning bu oy 13 yiliga qadam qo'yganligi, Şərq Türkistandagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarga qarta turkumlab lagerlarga qamash, a'zolarini majburiy yig'ib olish, majburiy tug'ut cheklash, 1 millionga yaqin bolani oilasidan ayirib o'tish, 2021 yildan 2025 yillari orasida 13 million 750 ming kishini majburiy emgakka solish plani bayon qilingan. İltimos mustamlakachilik davri texi oxirlashgani yo'q, bu qonunlashtirilyotidi degan jumla bilan boshlangan. Sürgündəki hökumətinin Tashqi ishlar ministri Salih Xudoyor davomlashayotgan irqiy qirg'inchilikning yildizi Xitoyning Şərq Türkistonni mustamlaka qilib olganligida, mustamlakachilikka xotima berish va mustaqillikni asliga keltirish xalqimizning mavjudligining birdan-bir kapolati deb ta'kidlagan. İltimosda yana Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatının qurulmalik masalasi, ya'ni Xitoyning ham ayblanguvchi hem bexatarlik kengashining doimiy a'zosi, ya'ni rad qilish huquqi va salohiyati bo'lishdek manfaat to'qinishi masalasimi o'tirg'a qo'yilgan. C24, ya'ni Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatının mustamlakachilikka xotima berish komiteti umumiy kengashga sunishdan burun bu iltimosni rasmiy ko'rib chiqishi kerak. Xitoyning Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatidagi kuchlik o'rni sababidan bu diplomatik masofaning intayin keskin bo'lganligi mo'ljallanmoqda. Bu da'voning natijasi Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatının cho'ng davlatlarga qartilgan mustamlakachilik da'volarini bartaraf qilish usulida muhim bir ulgu bo'lib qoladi ekan. Şərq Türkistan sürgündü hökuməti və Şərq Türkistan Milli Oyğuniş Təşkilatının Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatıga Şərq Türkistanni mustamlakadan qutuldirishni maqsad qilib topshirgan iltimosiga aloqador e'lon qilgan axborotni Pusula xabar torida 7 may kuni, Asiya xalqaro xabarlari torida 6 may kuni va boshqa xabar kanallarida farqli kunlarda tafsiliy xabar qilindi. Trump va Amerika Majlisi irqiy qirg'inchilikqa qarshi turishi kerak. Town Hall gazetining 6 may kunidagi xabarda mundaq deyildi. O'tgan hafta Kengash palata a'zosi Rick Scott va Jeff Merkley birlikda ikki partiyali qonun loyihasini qo'lladi. Bu qonun loyihasi davlat ishlari kotibining Xitoy Xalq Jumhuriyatining Tibet xalqiga qarshi irqiy qirg'inchilik yurgizmayotganligini bekitishni talab qiladi ekan. Scott bu qonun loyihasi to'g'risidagi bayonotida Xitoy Kompartiyasi Tibetda irqiy qirg'inchilik yurgizyotadi. Bundan qutulishning yo'li yo'q. Beijingdagi hokimiyat Tibet xalqiga zulm qilish jarayonida sistemlik o'ldirish, qiynash, majburiy tug'mas qilib o'tish, majburiy ko'chirish, hukumat tasdiqlagan tutqun qilish va insoniyatga qarshi boshqa nurg'ulg'an jinoyatlarni sodir qildi. Qon to'kish oxirlashishi kerak. Xitoy buning hammasiga javobgar bo'lishi kerak dedi.
Merkelmi o'xshashli qat'iylik bilan Xitoyning Tibetlarga kültürünü yo'qotish, bolalarni oilasidan ayirib etish, nazorat qilish, qamoqqa ilish va ashaddiy qiynashdek davomli hujum qilishiga Amerika sukut qilolmaydi dedi. Agar Tibetdagi vahshiyliklarni belgilash qonuni yo'lga qo'yilsa, davlat ishlari kotibiga bir qaror chiqarib, parlamentga Xitoy Xalq Jumhuriyatining amaldorlari yoki vakolatchilari tomonidan Tibetlarga qarshi ilib berilgan harakatlarning Tibet xalqiga qarshi davomlashayotgan irqiy qirg'inchilikmi yoki insoniyatga qarshi jinoyatmi buni bekitish, doklad qilish uchun 1 yillik muhlat berilgan. Agar kotib Xitoy Xalq Jumhuriyatining Tibetda irqiy qirg'inchilik yurgizayotganligini bekitsa, bu Tashqi ishlar ministrligining bu Xitoy Kompartiyasining irqiy qirg'inchilik yurgizayotganligiga doir ikkinchi qitimli qaror chiqarishi hisoblangan. Xitoy hokimiyati irqiy qirg'inchilikni davomlashtirmoqda. 2021 yili 1 oyning 19 kuni tunji Trump hokimiyatining oxirida ayni vaqtdagi davlat ishlari kotibi, ya'ni Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo Xitoy Xalq Jumhuriyatining atalmish Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonidagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarga qarshi yurgizayotgan qilmishlarini irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilib qaror chiqargan edi. Dushmanga do'st bo'lganlar bizga do'st bo'la olmaydi. Biz ishg'olchi emas, aksincha ishg'olchilarga qarshi milliy mavjudligini saqlamoqchi bo'lgan buyuk bir millatning a'zolarimiz. Kashki vatanimizni besib olganlarga qarshi kurashlarimizga aralashib olganlar, to'sqinlik qilayotganlar vijdonliq millatlardan chiqmagan bo'lsa, bizning bu ko'rishimiz iymonimizning timsolidir. Qo'rqoqlik bizga yot bir hukmdir. Yo'limiz aniq, g'oyamizmi ham aniq va ochiq. Milliy g'oyamizdan voz kechganimiz dushman bilan birlashganimizga barobar. Vatan ichi va sirtidagi yurtdoshlar va kurash yo'lidagi qarindoshlarimga deydigan oxirgi so'zim muqaddas g'oyamiz uchun hormay talmay oxirigacha xizmat qilish. Qaysiz va sharsiz holda vatan millatning mustaqilligini kapolatga ega qilish yo'lida ilgirgidanmi bakrak qutlug' bir shaklda mo'rini mo'riga tirab atlanishdir. Sharq Turkiston Türk vatanidir. Uning ismiga loyiq bir davlat bo'lish uchun astoydil xizmat qilmoq barchamizning zimmasidagi burchdir. General Mahmud Mo'yti apandi 1938 yili. Bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat. Kelar qitimli programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.